YouTube'ga har daqiqada qancha video yuklanadi? Tasavvur qiling, siz shu videoni tomosha qilayotgan 1 daqiqa ichida YouTube'ga shunchalik ko'p video yuklanadiki, ularning barchasini ketma-ket ko'rish uchun sizga taxminan 500 soatdan ortiq vaqt kerak bo'ladi. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Atigi 60 soniya ichida dunyo bo'ylab YouTube'ga 500 soatdan ortiq yangi video qo'shiladi. Ammo savol tug'iladi. Nega aynan shuncha? Va YouTube bunday ulkan hajmdagi videolarni qanday boshqaradi? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. YouTube 2005-yil 14-fevralda ishga tushirilganida vaziyat butunlay boshqacha edi. Platformaga yuklanadigan videolar juda kam bo'lgan. Hatto tarixdagi birinchi video Me at the Zoo atigi 19 soniya davom etgan. O'sha paytda hech kim YouTube dunyodagi eng yirik video platformasiga aylanishini tasavvur ham qilmagan. Bugungi kunga kelib esa vaziyat keskin o'zgargan. Turli statistik ma'lumotlarga ko'ra YouTube'ga har daqiqada 500 soatdan ortiq video yuklanadi. Bu ko'rsatkich ayrim davrlarda bundan ham yuqori bo'lishi mumkin. Endi buni tasavvur qilishni osonlashtiramiz. 500 soat bu deyarli 21 kun degani. Demak, siz hozir 1 daqiqa kutganingizda YouTube kutubxonasiga yana 21 kunlik uzluksiz tomosha qilinadigan video qo'shiladi. Endi buni 1 soatga ko'paytiramiz. 1 soatda platformaga qariyb 30 ming soat video yuklanadi. Bir kunda esa bu raqam 720 ming soatdan oshadi. Bir yil davomida yuklanadigan videolarni ketma-ket ko'rishga harakat qilsangiz, buning uchun 10 minglab yillar kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hech bir inson YouTube'dagi barcha videolarni umr davomida ko'rib chiqishga ulgurmaydi. Lekin bu hali hammasi emas. Har kuni millionlab odamlar yangi kanal ochadi. Kimdir ovqat tayyorlashni ko'rsatadi, kimdir avtomobillarni ta'mirlaydi, kimdir tarix haqida hikoya qiladi, yana kimdir o'yin o'ynab jonli efir qiladi. Natijada YouTube'ga yuklanayotgan videolar soni yil sayin ortib bormoqda. Qizig'i shundaki, YouTube'ga yuklangan bu videolarning barchasini avval odamlar o'tirib tekshiradi deb o'ylasangiz, adashasiz. Bunday hajmdagi videolarni insonlar nazorat qilishi deyarli imkonsiz. Shuning uchun platforma sun'iy intellekt va avtomatik tizimlardan foydalanadi. Video yuklangan zahoti tizim uning formati, sifati, mualliflik huquqi, ovozi, tasviri va boshqa ko'plab jihatlarini soniyalar ichida tekshirishni boshlaydi. Masalan, agar videoda mualliflik huquqi bilan himoyalangan qo'shiq ishlatilgan bo'lsa, Content ID tizimi uni avtomatik aniqlashi mumkin. Bu texnologiya soniyalar ichida millionlab audio va video fayllarni o'z bazasi bilan solishtiradi. Endi eng qiziqarli savollardan biri: shuncha video yuklanayotgan bo'lsa, ularning barchasi tomoshabin topadimi? Javob: yo'q. Aslida YouTube'dagi videolarning katta qismi juda kam ko'riladi. Ba'zi videolar o'nlab yoki yuzlab ko'rishlar bilan cheklanadi. Boshqalari esa 1 soat ichida millionlab odamlar ekraniga chiqadi. Buning asosiy sababi YouTube tavsiya algoritmi. Algoritm tomoshabin nimani yoqtirishini taxmin qiladi va aynan o'sha videolarni tavsiya qiladi. Shuning uchun ba'zan kichik kanal ham birgina muvaffaqiyatli video orqali millionlab tomosha yig'ishi mumkin. Yana bir qiziq fakt: YouTube tarixidagi eng ko'p ko'rilgan videolardan biri bolalar uchun yaratilgan oddiy qo'shiq Baby Shark. U milliardlab marta tomosha qilingan va uzoq vaqt davomida rekordlarni yangilab kelmoqda. Bu esa shuni ko'rsatadiki, ba'zan eng murakkab emas, balki eng sodda va esda qoladigan kontent eng katta muvaffaqiyatga erishadi. Xulosa qilib aytganda, siz bu videoni tomosha qilgan taxminan 5 daqiqa ichida YouTube'ga 2500 soatdan ortiq yangi video yuklangan bo'ladi. Bu degani ayni damda minglab insonlar dunyoning turli burchaklarida kamera qarshisida gapirmoqda, dars bermoqda, sayohat qilmoqda, o'yin o'ynamoqda yoki o'z hayotidan lavhalarni internetga joylamoqda. Shunday ulkan raqobat orasida e'tiborni tortish oson emas, lekin sifatli g'oya, qiziqarli hikoya va tomoshabinni ushlab turadigan taqdimot bilan hatto kichik kanal ham katta natijaga erishishi mumkin. Sizningcha kelajakda YouTube'ga har daqiqada 1000 soatdan ham ko'proq video yuklanadigan davr keladimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar shunday texnologik faktlar va tarixiy mavzular sizga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va keyingi videoni o'tkazib yubormang.